Assalomu alaykum do'stlar, sizlar bilan yana Umjon Kamalov biologiya oid bilanimiz azingchini ko'paytirib olamiz. Bugun sizlar bilan biz monosomiya bilan tanishamiz. Bugun 4-kun. Intizom juda ham muhim. Hamma sohada muvaffaqiyatga erishish yo'llaridan biri davomiylik. Biz ham shunga amal qilgan holatda biologiya oid bilimlarimizni azingcha ko'paytirib olamiz. Monosomiya o'zi nima? Xromosomalarni, ya'ni genom mutatsiyasi hisoblanadi. Xromosomalarning sonini bir donaga kamayishi. O'zi xromosoma nima desangiz, men ko'proq misol keltiraman. Mana bu qoshimiz qoraydi. Bu belgi. U gen. Ya'ni siz eshitgansiz, genda joylashgan. Ana shu genlar xromosomada jamlanadi. Har bir organizm, tirik organizm turi uchun ma'lum bir miqdordagi xromosomalar miqdori bor. Masalan, odamda 46 ta, uydagi tovuq masalan, parandalarda 78 ta deb beradi. So'rakda 48 ta, maymunda ham 48 ta, zog'orabalarda 104 ta, va hokazo. Yoki o'simliklarda no'xat o'simligida 14 ta, karamda 18 ta. Men aytib o'tganlar maktab darsligida berilgan. Demak, ana shu xromosomalar miqdori, masalan, odamda 46 ta, bitta kamayib qolsa bu monosomiya. Agar no'xat o'simligida deylik, ma'lum bir hujayralar bo'linish davrida 14 ta xromosomaning soni atigi ikkitaga emas, uchtaga emas, bittaga kamayib qolishi esa monosomiya deyiladi. Demak, o'zi o'zgaruvchanlik ikkiga bo'linadi. Tez aytib o'tib ketaman. Fenotipik, genetipik o'zgaruvchanliklarning ham o'ziga yarasha turlari bor. Ulardan bittasi bu genom. Genom degani xromosomalar jamlanmasi. Ana shu genom mutatsiyalarining bittasi bu monosomiya. Xudo xolasa keyingi kunlarda hamma o'sha genom mutatsiyalarini ko'ramiz. Testda juda ko'p tushadi. Endi olimlar, ya'ni g'o'zada 26 ta xromosoma bor, bug'doyda 14 ta, ya'ni doimiy miqdor. G'o'za va bug'doyi bittadan xromosomasini olib ko'rib, ular o'rganib ko'rishgan. Bundan asosiy maqsad nima? Ya'ni monosomiyaga uchratishgan. 26 ta g'o'zani xromosomalar soni 26 dona, bittasini olib ko'rib, 25 ta qoldirib olishgan. Bunga asosiy sabab nima desa, deylik, tasavvur qiling, mana no'xat o'simligi, g'o'za o'simligini olaylik, hop, tajribada. 26 xromosomasi bor, bittasini olib ko'rishadi markerlar. Shuni olib tashlashgandan keyin o'simlikni ekib ko'rishadi. 25 ta xromosomani ekib ko'rishsaki, deylik, o'simlik gullamasligi mumkin yoki barg hosil qilmaydi va bilishadiki, o'sha tartib bo'yicha deylik, qaysi xromosomani olib qo'shganmiz, ana shu xromosoma sabab barg chiqmasligi mumkin, gullamasligi. Demak, monosomiya xromosoma sonining bittaga kamayishi yoki bo'lmasa 2n-1 deyiladi. 2n degani doimiy miqdor. Odamning 2n nechiga teng? 46, no'xatnikichi 14 ta. Ular bittaga kamayib qolsa 13 ta. Tezda tushishi mumkin. No'xatda 13 ta xromosoma bor. Monosomiyaga uchragan no'xat o'simligi desa bo'ladi do'stlar. Biz sizlar bilan birinchi kuni gilkeliptni o'rgandik, maltozani o'rgandik, keyinchi dezoksiriboza va bugun esa monosomiyani o'rgandik.